Bor aka. Bularkani mana 16 million 300 mingga ketdi hurmatli do'stlar. Cheki toza bo'ldi. Yo'q. Mana qarang polvon degan. Jibrimi deyman Alloh alam. Orqani qarang. Simental angusiyon damini beraman deyapti-ku, akalar buni qarang. Havas qilsardi gul ekan hurmatli do'stlar. Yelka deysizmi? Dumba deysizmi? Hammasi bor ekan hurmatli do'stlar. Ko'jup. Buni sizlarga raza boqadigan holatga kelibdi degan simentalimiz. Hurmatli do'stlar, video syomkamizdan olingan novvosimizdan boshladik. Mana shu novvosimiz 15 million 500 ming bo'ldi. Hurmatli do'stlar, 15 million 500 ming so'm. Mana qoladi. Bo'ylari biri 12 sm shunday atrofida. 15,5 million so'm. Hey, assalomu alaykum. Otabek kanalining hurmatli obunachilari va YouTube chorva buqa ishqibozlari. Xudo xolasa bugun biz Farg'ona viloyati avvaldamiz. Hurmatli do'stlar, avvalchorva bozoridan yo'llarimizni novvoslar qatoridan boshladik. Chiroyli qilib narxlarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Videomizni yoqsa like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun 24-may, haftaning shanba kuni 2025-yil. Hurmatli do'stlar, qo'limizdan kelgancha bugun narxlarni yotib beramiz. Like'lar juda ham kam bo'lyapti. Ko'proq qizlarni bostiraverasizlar. Sizdan nima ketdi? Mehnatimizni qadrlab ketdik. Videomizni boshladik. Hurmatli do'stlar, novvoslar qarang. Jonivorlar. Nech puldan ekan bu narxi? Ko'pmi? Nech pul narxi? 34 deyapsiz, yana bor. Bozor nech pul qildi? 31 million. Hurmatli do'stlar, 15 million 500 mingdan 31 millionga 2 oy jupi berilayotgan 34 kami bor deyapti. Nomer aytib qo'ying aka. 91lik 651 32. Rahmat aka, bolaringizni bersin. Ovozlar yaxshi ekan ekan, hurmatli do'stlar. Bo'lar bir o'g'il ham ular keladi. Xo'p, buni taxmin qilib aytib ketamiz. 2 sm raqib bor. Aka, buni necha pulga so'rashdi buni? Aka, 18 ga so'rashdi. Bermaysizmi? Bering. Yoshiga to'lganmi? Yoshiga to'lgan. 10 oylikda endi aka. Ha, 10 oylik. 10 oylik o'zi yaxshi o'sibdi lekin. Bo'yini qaranglar akalar, 1.18 bemalol keladi. 8 million o'ziga berilyapti ekan. Mayli. Necha pul bu qala? 15 million 500 dan kami bor. Bru 10 deylik akalar. Shunaqa. Nima deysiz bu? Necha pul bo'ldi bu bo'lishi? 15,5 dan kami bor. Xo'p. 14-dan qo'shib beraman deb boshlamga. Bozor o'zi necha pul qildi aka? Jazmas o'da bo'lgani yo'q. Ha. Jazma hazoda bo'lgan hurmatli do'stlar, 14 tepasida 14 ga ozgina qo'shilsa berilar ekan. Bo'laveradi. Lekin mana bu sho'xroq ekan hurmatli do'stlar. Aka, bu necha pul deysiz buni? 14 million. 14 million. Keling, orqasini ko'rsatib qo'ying. 14 million. Havosi bo'lsa berishmadi akalar. Nech bu endi? Nech bu? 8 oylik o'zak. 8 oylik o'zak 17,5 ga bermayapsiz. Ha, bering. Bering, yaxshi bo'pti-yu. Savdo qilishadi. 7,5 millionga ber. Qo'shasizlar aka. Qo'shasizlar. Mana bu. 7,5 san barabar. 17,5 ga berilmayapti, jonivor, mana shu ovozdan. Bo'yi 1.15 dan ozgina baland to'g'ri. 1.15 ga bo'laveradi. Qaytarib olib ketaman. 18 ga ham keyin bersa sotaman, otog'iga. Yo'q-ku? Oz ziyon qilasizmi 17,5 ga? Yana bola olganman, ziyon qilaman. 18 ga ham keyin bersa sotaman. Xo'p, aytib qo'ying-chi. Nomer aytib qo'ying. 91lik. 833 42. Ishlaydi. Qo'yaman. Rossiyadan qilsam. 18 ga ham bo'lmaydimi? Qimmatmi? O'chiraman shu joyga. Qimmatmas akalar, 8 oylik bo'lsa. Bola yemasa, ichmasa, Bozorda endi ziyon qilaman deyapti, yolg'on gapirayotgan bo'lsa bo'ldi. Keyin bu akamiz sigiri
bilan shug'ullanadi-da. Ana ena bola olganman deyapti-yu. Siz gapi menimcha rost. Necha pulga bordi bular aka? 224. 11 million 900 mingdan hurmatli do'stlar. Ovozlarimiz bilan. Bo'lari 1 metr keladi. Ozgina itlarni pasagan lekin, to'g'ri. Bugun novoz kam, hurmatli do'stlar, qaranglar. Bozorda. Novozlar kam. Necha pul savdo bo'ldi bunga aka? Mana bu jupa 31. Beringlar. 15,5 dan. Bunisi bo'yroq ekan akalar, lekin incharoq ekan. Bunisi pastroq bo'yi. Biri 10 ga, biri 14 shunaqa. Biri 15 shunaqa akalar. Nech pul ovozlar aka? Buni 10 so'rashyapti. Diqqat qilishyapti mana. Qo'yaga. Endi qo'shimdan bularni. Bozor bunaqa dusra jo'rvori mas'ul 10 million. Lekin o'shanda Bo'yi biri 10. kerak o'ta so'yganimda 2 Nech pul? 10 million deydi. Bo'ldi bu hozir. 14 million 100 ming so'm hurmatli do'stlar, mana buni ovozini savdo bo'lyapti. Otabek. Keling biz. Xo'p. Bo'zayga mana 10 million so'm beryapti. Akam 12 million baho aytyapti. Asal ko'raymi, dehqonlar ham ko'rsin, uyda Qo'shing. deyishadi. Qo'shing. Kirsa 20 million bor ham bu bo'zaygacha. Aka bering 10 million menga. O'chaliga kelsa 15 million baho aytishyapti. Shuni aytyapman. Hurmatli do'stlar, savdosi yolg'on bo'lyapti. Shu yerda turib oxiriga yetamiz deydi. Qo'shing. Nech pul berishyapti aka? 31 million 300. 31 million 300 ming. Jupini. 31 million 300 ming so'm hurmatli do'stlar. Nargis anchagina katta ekan lekin hurmatli do'stlar. Mashimesini oqladi. 18 million kam bor. 31 million 300 ming so'm. Nargini yemlasa bo'ladi lekin hurmatli do'stlar. Mana yerda yolg'on savdo bo'lyapti. Hurmatli do'stlar, mana bu baland ovozimiz 14 million 500 ming savdo bo'lyapti edi. Endi sherigi savdo bo'lyapti. Mana bu akalar oq ovozimiz. Tog'a nech pul? 16 million. 16 million savdo bo'layotgan. Hurmatli do'stlar, 16 millionga berishmayapti. kattalar orasida qo'shimcha yosh bola bo'ladi. Gapni beraman. Bular bo'yi 1.15 dan balandroq. Ozgina 1.17 kelib qolsa kerak. 16 millionga savdosi bo'lyapti, berishmayapti mana shuni ovoz. Aka nech pul qilishdi ovozni? Beravering, o'ltiryapti kamini. Bozor nech pul qildi? 13 million 250 ming. 13 million 250 mingga hurmatli do'stlar berilmoqda mana ovozni. 13 million 250 ming. Xo'p, mana bu ovozimiz hali savdo bo'lgan ovozimiz. Hurmatli do'stlar, oxiriga yetaman dedi-yu, 14 million 500 ming savdosi bo'ldi.
$16.200.000 chiqdi. Bering tog'a endi. Bor baraka. Aka bering. 16.200 no omad. Omad. $16.500.000 oling deyapti. $16.200.000 oluvchi akamiz pul beryapti, hurmatli do'stlar. Chegara ber. Hayla tog'a, bo'lmaydi. Yaxshi gapirib qo'ydi o'zi. Bor baraka. Bulargani mana 16.300.000 ketdi, hurmatli do'stlar. Cheki toza bo'ldi. Yo'q. 16.300.000. Zo'r, barakasini bersin. Dehqonchilarimiz olishdi, hurmatli do'stlar, boqqani. Yosh yerefotlar chiqdi, hurmatli do'stlar. Yerefotlar. Bo'ylari 1 metr. Mana o'zi 1 metrdan ozgina balandroq keladi. Nech pul aka? 32 kami bor. 32 ming kami bor. Savdosi-chi? 30 qilishyapti. 30 ga bermayapsiz. 15 dan. Bering aka. Yaxshi so'rashdilar keyin. Buni do'stlar qaranglar, gerefotlar. 16 dan kami bor deyapti, 32 million so'm. 15 dan 30 ga bermadim deyapti chukuni. Voy. Mana o'zim fikrda yaxshi so'rashdilar ekan, bo'ldi. Mana kelar. Xo'p, uni kattarog'i bor ekan. Aka, nech pulga bordi bu? 20.600 ga bermayapsiz. Hurmatli do'stlar, mana bo'ylari 1.18 keladi, xudo xolasa. 20.600.000 ga gerefort bu qilamiz. Berishmayapti ekan. Xo'p, shu yerda novvotarimiz oldimizda olib ko'rsataman, hurmatli do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, olingan buqamiz. Bitta boshini qarang. 18.500.000 bo'ldi. Nech pul bo'ldi bu? 14 million bunisi. Ketdi. Bunisi 18 million, ha? 18 million. Ha, yarimi. Ha, bo'ldi. 18.500.000. Eti zo'raygan jonim bu qana qarang. O'sha akalar yoshiga to'lib-to'lmagan, olqani qarang. Oqa pashkigan. Zo'r. Barakasini bersin. Ana 14 million. Voy. Ayqolmonlarni qarang akalar. Ishlarni bitta joyda turibdi-yu. Jonivor nima deyapti bu? Orqalarini qarang. Oho, bular nima yegan ekan bu jonivorlar? Mana qarang, polvon degan. Jibrimi deyman, Alloh alam. Orqani qarang. Semental angusni ham damini beraman deyapti-yu, akalar, mana qarang. Yo'q. Necha oylik ekan bunisi? 3 oylik. 3 oylik. 3 oylik ekan, hurmatli do'stlar. 3 oylik. Bu aka 19 dan kam bor. Komiljon. Voy. Bu gibri shekilli, ha? Bu gibri ovozni qarang. Ovozni o'zi bir dunyo ekan. Voy. Nima deyapti? Narxlar nech pul dedingiz? Ular aka uchovini bir joyi 19 dan chaqayrini o't beramiz aka. 19 dan chaqayrini. Sal yoshtirib 18,5 dan berishsin aka. 18 dan deng, 18 dan 500 dan deysiz. 18 dan aka. 18 milliondan kami bor. 18
8 milyondan kami bor ekan. Lekin boru qo'lavashshi. Tariflagan tiloj. Mana otishini qarang, mana buni. Aka so'rashdimi? Hozir ushladim aka, hozir. Ha, hozir oldingizmi? Mana shu yer ekan, hurmatli do'stlar. Mana u oyoq qorasini bilmadim, sakrayotgan bor-ku. Bu ham gibridmi deyman, Alloh orqaga qarang. O'sha 3 oy, 4 oylik novvoslar akalar. Aka nomer aytib qo'yingchi? 90lik 775 775 29. Shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar, hurmatli do'stlar. Novvoslar lekin bor, bir-biridan zo'r ekan. Bek jonivor. Mana do'stlar, Angus ekan. Egasi Angusni berdi. Endi Angus gibrid shunaqa. Enasi o'zimizning besniy bo'lsa, Angus novvosiga qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin tortyapti akalar. Mana shuni qaranglar. Qo'yib. Telefon nomerida qo'ydik. Hurmatli do'stlar, ishqibozlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3-12 joyga 18 dan kami bor deyilyapti. Yakka-yakka ham sotilaverar ekan. Xohlasangiz, bunisi, xohlasangiz bunisi, xohlasangiz ana u gibrid. Qancha bordi? Mana bu lekin menga juda ham yoqdi bor-ku, mana bular. Sut. Va to'yish ham gapni bo'kkan ekan-da mana bu jonivor. Gibridcha kerak bo'lib qolamiz, hurmatli do'stlar. Ikkovi jupi savdo bo'lyapti. 36 million so'm hurmatli do'stlar savdo bo'lyapti. Ikkoviga. 18 dan 36 millionga berilyapti. Xo'p, hurmatli do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Bugun bozorga borib, voshim zo'r buqalar kelgan bor. Oldingizmi aka? Nech pul bo'ldi? 17 million so'm. Avli ko'rmi bu? Vadili mana. Gibrid shekilli akalar. 17 million bo'ldi. Otobus. Xo'p, hurmatli do'stlar. Aka, qasoqdan tushganmi bular? Yo'q. Sherdikimi? Nech puldan narxlar? 15,5 million. 15,5 dan kami bor. 15 million 500 dan kami bor ekan, hurmatli do'stlar. Novvoslar 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Mana kelar. Mana bor ekan. Bunisi nech pul? Aka, bunisi nech pul bo'lmasa? 15 so'rashdilar. 15 million. 15 million bozor savdo qildi hurmatli do'stlar, berishmayapti 15 millionga. Mana novvos. Nomer aytib qo'ying. Telefon yo'qmi? Telefon yo'q ekan, hurmatli do'stlar. Telefon katta yo'q-da. Like ko'rmadi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun ko'chat novvosi, yosh novvosi kam kiribdi, hurmatli do'stlar. Boqma va semiz novvosi to'lgan bozorga bor. Hozir boqma buqalar va katta novvoslarga o'tamiz, simentallar, zo'rlar kelgan. Aka, sizdanmi? Egalari yo'q. Çok adam oldu. Hurmatli do'stlar, aylanib o'rgilib savdo bo'layotgan joyga kelib qoldik. Mana shvetimiz katta. Birinchi deyilgan novvosimiz savdo bo'lyapti. Boqorman dehqon akamiz boqqani savdo qilyapti aka, 23 millionga. Bo'yi 1.25 bemalol keladi akalar. Agar yaxshi nima bo'lib ketsa, xudo xohlasa to'yga ishlataman. Biroq yemga tashlaydigan novvos ekan akalar. Ish buzgan yo'q hali, menimcha 1,5 yosh atrofida.
Yirkador bu qo'ygan ekan, keladimi? 23 million so'mga. Savdosi bo'lyapti. Keling, men bitta gapiraman. Keling, baqaga Boburjon. Bering. Bitta ikkita ovozimiz. Aka nech pul bo'ldi? Mana akalar sherigi, mana shu ovozimiz sherigi. Ikkitasi olindi. Qancha bo'ldi? 33,5 ikkovi. 33 million 500 ming bo'ldi akalar ikkovi ketdi mana. Zo'r. Barakasiz yo'q. Voy, qo'llarni qarang. Qancha bo'ldi? Hech pul bo'ldi aka? Sotilgan yo'qmi? Ha, joyini o'zgartiryapsizlar. Yo'q. Sotilgan yo'q ekan. Birinchida bitta ovoz chiqib ketdi, o'shani o'rniga qo'yishyapti. Bitta oradan. Lekin bilqillab ketdi jonivorlar. Mana qarang, voy. Hammasi bitta-da, menimcha. 26 dan kami bor deyapti. Hurmat do'stlar, 26 milliondan kami bor deyapti. To'g'ri, hech kimga bordi. Qarayozmi aka? Menda uyda narxni olib bilgan chiqdim. Aka narxni tashlab olgan hozir. Yo'q, men tashlab olgan. 55 bo'lyapti aka taroziga sana olsa. Otabek. Hurmat do'stlar, mana shu buqamiz olinibdi. 30 million bo'ldi. Hurmat do'stlar, 30 million. Bozorda olib chiqib, ahvonni almashtirishyapti. Lekin yo'g'on namoz ekan jonivor deydi. Erkan narmani 30 million so'mga olinibdi. Zo'r, barakasini bersin. Shvet qancha bo'pti? Aka nech pul bo'ldi? 22 million shvetimiz. Yur jonivor. Yur. Opa. Mana aka. 22 millionga shvetimiz olindi. Zo'r. Ketdik. Bozorda ichiga kiramiz akalar. Bismillah namoz o'qiymiz. Nima deyapti? Jonivor, ketdik, yoniga boramiz. Ma'lumotini olamiz. Hurmat do'stlar, Simentan ovozlarga ketayotganimizda mana bu qora ovozimiz savdo bo'lyapti ekan. Savdoni olib qo'yaylik. Mana shu qashshada 27 million so'm savdo bo'lyapti akalar. Nechta ovozimiz? Nechta? 27 million. Mana hurmat do'stlar, Simentan ovozlariga yetib keldik. Buqani qarang. Havas qisardi ekan hurmat do'stlar. Yerga ismi, dumba ismi. Hammasi bor ekan hurmat do'stlar. Ko'jub. Buni sizlarga raza boqadigan holatga kelibdi lekin Simentanimiz. Egasi mana shakamiz hurmat do'stlar. Ikkovini jupini 90 millionga bermayapti ekan hurmat do'stlar, 90 millionga. 5. Kallani qarang. Kallani o'zi bir dunyoga jonivor. Taroziga endi taxmin qilib ko'ramiz. Hurmat do'stlar, 850 kilo kelib qolsa kerak deyapman manisi. Nargisi 8 kiloni pastrog'idagilar. Mana bu lekin keladi. 90 millionga yo'q. Bugun bozor hurmat do'stlar juda ham past. Narxlar juda ham past bo'lyapti. Xo'p, mana bu yerda 3 ta semizdan o'sarimizni tuzib olibmiz. Akalar mana. Greyford mana bu qora.
Mana bu qorani 33 million savdosi bo'layotdi, hurmatli do'stlar, 33 million. Lekin o'ta ham chiroyli bo'libdi. Chiroyli boqib qo'yib akamiz bor. 33 million so'm. Greyford necha pulga bordi bular? 55. Ana ushuni 55. Juku. 67 talaba aytdi, 67. İkkovi Greyfordlarimiz 55 million. Yo'q, kerak emas ekan. Kerak. 67 deyapsiz, 2 o'yin aytyapsiz? 2 o'yin. 67 ga bermayapsiz, yo tarozi ham yo nima deyapsiz? Ha, bo'ldi. Hayron bo'ldim. 60 bizga bermadi. Nima qasdan? Sizdan olsam xotirjam bo'ladi. Yo'q, o'sha sizda bor-da. 60 millionga bo'lmadi, do'stlar 55 noto'g'ri ma'lumot berishgan ekan. 67 baho aytishyapti ekan. Ikkoviga. 30 dan 60 millionga berilmayapti. Nariga qora 33. Buni kafeda savdo qilyapti ekan. Simentallar zo'r ekan, lekin Oğuzlarımızı hurmatli do'stlar, ikkovi jupiga olingan joydan ko'rsatamiz. Mana zo'r ekan, yana temizligini qaranglar. 50 million 500 mingga hurmatli do'stlar, ikkovi olinibdi. 50 million 500 mingga. 25 million 250 mingdan. Ama bu ham qolishmas ekan lekin. Zo'r. Vay. To'st to'palang o'tib ketdi-yu. Qancha kelgan? Aytavering nima? Sabunchi olaman, o'ziga to'raman. Hech bo'l? 23,5 million. Mana birinchidagi, Birinchidagi mana shu. 23 million 500 ming hurmatli do'stlar. Boqaymi? Xursandchilik bilan. Baraka. Boqqani savdo qilishyapti, hurmatli do'stlar, boqqani. Mo'mintoy. Qani sizni bering. Ha. To'rtta joyda to'rtta buqa bir joyda turibdi, hurmatli do'stlar mana. Yo'q. Keragamga berish. Aka nech puldan? Nech puldan buqalar? Birinchi kattani. 29 dan 2, uni 28 bo'ldi. O'rtadagi mana bu 28 million so'm savdosi bo'layotgan. Qora bilan bunisi 29 dan. Mana bu katta qizil 32 million 500 ming so'm. Hurmatli do'stlar, bo'layotgan savdolar. Yo'q, shoxini qarang. Bu Mickey Mouse'mi? O'shani raqa haydagancha chekadigan oldi. O'ta keyin ovoz ekan mana bu jonivorlar. So'zlar nimaga gapiradi? 29 million so'mga berilmayapti mana jonivorlar. Temizligini qayda buni? 7 mingdan kunjani olib boqish deydilar, kelar. Oson emas.